Assalomu alaykum. Mana biz hozir Surxondaryo viloyati Denov tumani Denov Agrostar jamoasida yetishtirilayotgan ko'chatxonadamiz. Mana bu ko'chatlarimizni aytib o'tishimiz kerak. Biz yillar davomida tayyorlangan o'sha praktikamiz, tajribalarimiz asosida 2025-yilda o'sha ochiq dalada ekilgan ko'chatlarimizni olib mana shu yerlarga ekkan edik. Mana 2026-yilda hozir mana bu ko'chatlarimiz 3 yoshga to'ldi. Biz ko'chatlarimizni sotuvga tayyorlayapmiz. Men Denov Agrostar agronomi Nusrat Saidov, Peshku limonchilik maktabi rahbariman. Shu bilan birgalikda mana shu Denov Agrostarda ko'chatchilik sohasida ish olib boryapmiz. Mana shu Bahromjon ukamiz va Chora akamiz bilan birgalikda avvalambor aytib o'tishimiz kerakki, mana bu ko'chatlarni biz mana shu 2 yil 3 yildan beri bir g'oya bilan, yangiliklar bilan qilib aslida bu qilingan g'oyalar o'sha paxta agatlariga o'xshab 60 ga 40 yoki 60 ga 30 qilib agatlarga olib ko'chatlarni ekishni boshladik. Nimaga bu boshqa oldingi ko'chatlardan ustunligi nimasi bilan degan fikrga bitta narsani aytib o'tamizki, biz ekkan ko'chatlarda birorta limon daraxtlari, katta yoshli limon daraxtlari yo'q. Bu avvalambor o'sha mana Peshku limonchilik maktabida qilingan ishni borib rahbarimiz Chora aka Mirzayev ko'rganlaridan keyin taklifni berdilarki bizga, biza nimaga endi ko'chatni hamma vaqt ochiq maydondagi o'sha nima deydi, daraxti yo'q joylarda ekmas ekanmiz. Keyin biz aytdik, eksak bo'ladi dedik. Faqatgina muammoligi mana shu yerni biroz qimmatligi, issiqxonani bo'shligi bo'lib hisoblanadi. Issiqxonamiz xullas bo'sh bo'lishi kerak bo'ldi. Biz buni tanladik. Mana Denovda hozir 200 ming tubga yaqin ko'chatlarimiz tayyor. Shulardan hozir mana biz o'tirgan joyimizda 50 ming tub limon ko'chatlari tayyor bo'lgan issiqxonada o'tiribmiz. Maqsad nima bo'lyapti? Maqsadimiz mana avgust oyini 15 bo'lishiga qaramasdan biz ko'chatlarimizni sotuvga tayyor deb e'lon qilyapmiz. Agar limon ko'chatlari oladiganlar bo'lsa, mana bemalol chiqishlaringiz mumkin. 93lik 476 4020 biz rahbariyatimiz bilan, O'ktam aka bilan yoki shogirdlarimiz Bahrom aka, Chora akalar bilan maslahatlashgan holatida bir narxga kelishamizda har holda qo'lingizni qurib qaytarmaymiz. Assalomu alaykum. Mana Denov Agrostar'damiz. Mana mutaxassislarimiz bilan limonlarni nazorat qilib yuribmiz. Xo'sh, Bahrom aka, mana bugungi kunda nima ishlar qilinyapti? Ayni paytda aytib o'tsangiz, ko'chatchilikda. Bugungi ishlar hammasi bo'lyapti ko'chatchilikda. Tayyorlayapmiz o'z vaqtida. Endi degan o'tlar tozalayapmiz. Suvlash ishlarini o'z vaqtida olib boryapmiz. Hozircha ko'chatlarimiz holati yaxshi. Chora aka, avvalambor assalomu alaykum. Aytib o'tsangiz, mana agatlarga olib, qaytib ekkanning foydasi bor ekanmi, Chora aka? Bor, obязательно va biz ustida mana stipendiya qildik, og'ziqani joy-joyida berdik. Mana ko'rib turganingizdek ko'chatlar yaxshi. Bundan 2-3 oy oldin kelgan paytingiz qanaqa edi? Shu bo'lyapti.